Shu 4 ta so'zni to'g'ri ishlatishni o'rgansangiz, ingliz tilida o'sha bemalol 50 ta gap tuza olasiz. Birinchi ikkita so'zimiz do, make. Nima farqi bor? Do qachon ishlatiladi? Qachonki siz ish harakat bajarayotganingizda, shu ish harakat bajarishingiz qanchadir vaqt talab qilyapti. Misol uchun, do shopping. Har bittasida siz ish harakat bajaryapsiz. Make'da esa bitta ish harakatda jarayoni bo'lishi shart emas. Bitta yakuniy natijasi muhim. Make a cake, tort pishirish. Tortni pishirdingiz, tort tayyor. Ikkinchi ikkita so'zimiz take, get. Bularning nima farqi bor? Take so'zi bu olish degani, olish yoki olib borish. Bu yerda siz o'zingiz shu narsani olyapsiz yoki qayergadir olib ketyapsiz. Misol uchun, take my hand. Bo'limni o'sha siz ish harakatda bajarasiz. Get bilan gap tuzayotganda u ham olmoq degan ma'noda erta ham narsa olasiz, lekin bu narsani jarayonda bajarishingiz shart emas. Ertagi natijasi muhim. Siz hech narsa qilib bu jarayonni yaratishingiz shart emas. Misol uchun, get a message. Sizga soобщение keldi, bo'ldi. Siz hech narsa qilmadingiz bu narsa uchun, to'g'rimi? Agar shu so'zlar bilan ishlatiladigan qolgan 50 ta gaplarni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, izohda qoldirdim. Mana shu gaplarni osondan murakkabgacha qanaqa qilib tuzish texnikalarini onlayn darsimda o'rgatib chiqqanman. Onlayn dars haqida ma'lumot olish uchun izohda plus belgisini qoldiring.